imtihondagi 7-mashq, tupik garaj mashqi. Hamma sizlarga o'rgatadigan usul emas, men sizlarga vashsha oson usulni o'rgataman. Parkovkaga kirib kelish jarayonida chap tomondagi chizuvga yaqinroq kelamiz va chap tomonimizdagi oq chizuv bilan mashinani o'rtasi eshigi to'g'ri kelganda to'xtab olamiz. Shu holatda rulni bir marta o'ngga aylantirib, chap bokovoyga qaraymiz. Bokovoyda chiziq ko'ringan holatida to'xtaymiz. Bokovoyimizda chiziq ko'rinadi. Mana to'xtadik. Shu holatda zadniy skorsga olamiz va rulni to'liq chap tomonga buramiz. Orqa balonlarimiz chizuvni bosmasdan o'tayotganligini kuzatishimiz kerak. Orqa balonimiz chizuvni bosmagandan keyin o'ng tomon oynaga qaraymiz va sariq chizuv bilan mashinamiz parallelni tekis bo'lganida to'xtatamiz. Shu holatda rulni to'g'irlab, orqa balonlarimiz chizuvni ustiga chiqqanida to'xtatamiz. Birinchi skorsga olamiz, chiqib ketayotganda e'tibor beramiz. Bokovoyimiz bilan chiziq to'g'ri kelganida to'xtab olamiz. Bokovoyimiz bilan chiziq to'g'ri bo'ldi. Rulni oxirigacha o'ng tomonga burib, sekin chiqib ketsak, o'ng tomon balonlarimiz ham, chap tomon balonlarimiz ham nazorat chizuvlarini bosmasdan chiqib ketadi va mashqimiz tugallangan hisoblanadi. Amaliy imtihonga o'zimiz cho'tki qilib tayyorlab beramiz. Nazariy imtihonga tayyorlanish jarayonida men sizlarga eng zo'r va qulay bo'lgan ilova Onson Prava ilovasini tavsiya qilaman. Menga bu ilovani eng yoqqan tomoni oktagon degan bo'limi. Bo'limga kirganimizda yon atrofimizdagi o'quvchilar bilan birga bir kuch bellashishimiz mumkin va ilovadan foydalanish jarayonida hech qanaqa reklamalar chiqib sizlarni bezovta qilmaydi. Videolarimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bu videoni imtihonga bormoqchi bo'lgan yaqiningizlarga jo'natib qo'yinglar.